Arqamda kelgan Damas mashinamiz, bu tarafda Labo mashinamiz. 3 ta lentalar bilan 65 talik tag qismiga. Nimaga bunday qo'yiladi desiz, zapaskasi ketadi, bak joyi o'zida qoladi. Bak pedalka bo'lmaydi. Bu tarafda Labo mashinamizga esa propan 40 talik qo'yilyapti. 40 talik propan, orqasiga terma trubkalar bilan mana orqa qismiga sifatlar qo'yilyapti. Bu tarafda esa jak mashinamiz. Bu tarafda Damas mashinamiz. Jizzaxdan Baxmaldagi akalarimizga esa 65 talik qo'yilib list qani. Mana list. Yurtlarda mana o'qing, mana shu yurtlarda. List olib kelgan. Laykda yemading. Gapiring, qayerdan keldingiz? Rahmat Jizzax. Rahmat Jizzaxdan a? Pastorg'amlar akam deyman, Pastorg'amlar akam. Narxlar yaxshi ekan, qiziqib keldik. Xudo xolasa mana kelganimizga yarim soat bo'ldi, ishni boshladi. 1 soatda chiqib ketasizlar deb aytayapman. Xudo xolasa inshaalloh chiqib ketasiz. Aka, Pastorg'amlar akam. Ha, Pastorg'amdan. Aka, ayting. Pastorg'amdan keldim, meni kirib qoldim. Qachon kelayotgansiz? Laykda yemangizlar, layk. Zo'r aka. Samarqanddan keldim. Samarqandda Pastorg'amdan. Ish. Mana Kamoliddin aka. Kamoliddin aka yo'q. Men olaman. O'zimda gapirdim. Xo'p, qarang, navbatdagi Kia Sonet mashinamiz Jizzaxdan kelgan. Bunga metan qo'yilyapti. Original zapchastlar bilan 80 talik balon bilan endi xudo xolasa boshlaymiz. Jizzaxdan kelgan. Jizzaxda qayerda kelsiz bu? Jizzax o'zidan kelsiz-a? 80 talik balon bilan. Ha, YouTube. Ha, bu tarafga esa Faton mashinamiz. Bir tarafiga 100 talik yumaloqlardan, bu tarafiga esa 65 talik balonlar bilan qo'yib beryapmiz. Davom etmoqda. Ko'rib turganingizdek, bu tarafda Shinnaray mashinamiz. Sinovka jarayonida metan qo'yilyapti. 4-pakalini original zapchastlar bilan, to'g'rimi? Xolasa sifatli uстановkalar bo'lyapti. Bu tarafda Tracker 2 mashinamiz. Propan 47 talik original balonlarimiz sifatli qo'yilyapti. To'g'rimi? Shumka xizmatlari ham bor bizda. Shunday. Mana balon bera olsan aka. Bu tarafda Cobalt mashinamiz Qashqadaryodan Toshkent viloyatidan kelgan MCM Cobaltimizga metan uстановka qilinyapti. To'g'ri, kampishlar olib ko'pchilik MCMga qo'ysa bo'ladimi deydi. Mana spot dalili deyarli kuniga bitta, ikkita qo'yapmiz. Miyamiz o'sha Bachik 24 ga 4 miyalar bilan sifatli qilib, chiroyli qilib qo'yib beryapmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa tushirib turib, har qanday turli metan bo'ladimi, propan bo'ladimi, Yevropa gaz obunachi uchun sifatli uстановка qilib beramiz. Aloqa chiqarasizlar, har qanday turdagi manzilimiz yo'lni bo'yida, shu kelishingizda kanalda shuni kirganingizda Yevropa gaz bitta yozib qo'ygan. Euro gaz desizdan biladi. Yevropa gazda sinov qilinadi. Bu tarafda yangi Cobalt mashinamiz. Bu ham kompyuter ishlari, programma ishlari olib boryapti. Mana yangi Cobaltimizga propan. MCM motori propan original zapchastlardan chiqmas maxsus tagminchilar, original xomutlar va bir marta filtrlar bilan sifatli qilib qo'yilyapti. Miyamiz o'sha Bachik 24 ga 4 Yevropaga ishlab chiqarib beryapti. Kompyuter xizmatlari ham chiroyli qilib sifatli qilib qo'yib beryapmiz. Yangi Cobalt masla MCM bo'ladimi? Oddiy Cobaltdan farqi yo'q. Xohlaganlar uchun metan, xohlaganlar uchun propan. Sifatli yaxshi yuradi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqasiz. Sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz. Eurogaz har doim bir qadam oldinda. Sifatli uстановkalar tanishtirdik. Aloqa chiqarasizlar bizga. Eurogazga. O'zi ko'rishingiz mumkin, sifatli metan uстановkaning klientlari ko'p bo'lar mana. Eurogazda ish avjida, kanal bo'yida, yo'lni bo'yida. Shunday kelsangiz mana. Shunday kelsangiz yo'lni bo'yida. Kirishingizda Eurogaz.